Fitr sadaqasi haqida ma'lumotlar bersangiz, bu kimlarga vojib bo'ladi dedilar? Fitr sadaqasi zakotdan sal boshqacha bo'ladi hisob kitobi. Men oddiyroq qilib formula qilib beraman bunga. Zakotda bir odam zimmasida zakot vojib bo'lish uchun o'zining asliy hojatlariga, ya'ni kundalik zaruriyatlariga, hojatlariga kerak bo'ladigan mahsulotlardan, idish tovog'idan, o'yidan, mashinasidan ortiqcha tijorat maqsadida olib qo'ygan narsalari zakotda ishlatiladi. Endi zakotdagi hojati asliya bilan sadaqayi fitrdagi hojati asliyani farqi bor. Zakotda hojati asliya degani yilda, umrda bir marta ishlatadigan jihozingiz ham sizni hojati asliyaga kiradi zakotda. Undan zakot to'lamaysiz. Ammo nimada? Sadaqayi fitrda, fitr sadaqasida esa bunda endi bir ishlatiladigan narsalarni hojati asliya hisoblanmaydi. Bugun shu kunlarda ishlatib turgan, ehtiyojda bo'lib turgan jihozlar, buyumlar hojati asliya bo'ladi. U 3 yilda bir ishlatadigan gilam, yilda bir marta ishlatadigan idishlar hojati asliya hisoblanmaydi. Bularning ham mablag'i hisoblanadi zakot vojib bo'lishi uchun, sadaqa fitr vojib bo'lishi uchun. Ya'ni bir odamda uyda saqlab qo'ygan ozgina gilami bor, ozgina idish tovog'i bor. Ularni hisoblasa 20 million bo'ldi. Qo'lida 15 million puli bor, 35 million bo'ldi. Bu odam boy hisoblanadi fitr berish ma'nosida. Sadaqa fitr. Demak bu sadaqa fitr berish kerak. Zakot bermaydi bu endi. Chunki 15 millionga zakot yo'q-da. Anu yilda va umrda bir marta ishlatadigan narsalari bunga hisoblanmaydi.